Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'da nazır sizlarga Allohninki cennet salomı bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikda tadbiriyay sin dersleri 9. bölümde Erkin Sıdık yazmalarından kişilik teraqqiyot haqidagi yazmalar birinci kısım kitap muvaffaqiyatning yangi tanlamasi degan kitapninki kirish so'zi ve mundarijisini sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman canım dostlarım. Qarasanglar kitap kişilik teraqqiyot haqidagi yazmalar birinci kısım degan kitap. Bu kitapninki muqovasini biz tadbir şirketidan biz özümüz layihalagan tirishchanlik, talant, fursat birleşken çağda muvaffaqiyat qozong'ili bo'ladi degan bir tanlama. Bu tanlama Erkin Sıdık akamizniki bir tanlamasi. Qadrli qarindoshlar, inşallah bugün şu tadbiriyay sin dersleri bu iş qilib kelayotgan darsimizning 9. bölümünde muvaffaqiyatning yangi tanlamasi degan bu kitap zadi nima uchun yozildi, onun kirish so'zi ve mundarijisi ichidagi mazmun to'g'riliq sizlar bilan birlikda o'rganib o'tamiz. İnşallah derslerimiz yine devam qiladi. Allohdan bu dersimizning muvaffaqiyatlik buluşunu tilaymiz. Qarasanglar kitapninki keynidagi men bu kitapni millatning g'amini o'z manfaatidan ustun o'ringa tutib, millatning taqdirini yaxshilash yo'lida pok yurak bilan to'xtovsiz, un-tunsiz ve o'zining barligini atab tirishchanlik ko'rsatayotgan barliq qarindoshlarga bag'ishlayman. Erkin Sıdık, Amerika Kaliforniya shtati, Los Angeles şehri, 2015 yılı 10. sentabr. Yani bizden şirket kurulup tedbir şirketi 8. ayının 11. günü kurulgan. Bir ay ötmeylem bu kitap vücutga çıkılır. İnşallah qarasanglar ISBN numarasını tatip hemisi ba bandrollarımı ba kanunluk neşr kılıngan kitap qadrli qarindoshlar. Anda olsa dersimizni davamlaştırmalımız. Ben bunu derstinki ismini yangimatlar hep koyman qadrli qarindoshlar. Şu bo'yicha kitapni yan tarafga qo'yib qo'ysam inshaalloh texmi bak yaxshi o'qishliq bo'lishi mumkin. Men unda olsa kirish so'zni o'qishni davomlashtiraman. Qadrli qarindoshlarimiz, kameramız şu mini iPad'ni işletkenlikimiz için belki özümüz xalagandek ko'rinishlarni alamaymiz. Mesela bunda iz parçakları bo'lgan bo'lsa, bunday erişimiz mümkündü. Shunday bo'lsa, kitapninki muqovasi hem 9. bölüm degan dersniki nimasini chiqarib qo'ydim. Tadbiriyay sin dersi ekanligi buningdan ma'lum bo'lsa bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, kitap neçe bet degan vaqtingizda 296, 97, 98 betken kitap. Bu kitapninki oldida yine bir qancha bet kirish so'zlarimi bor. Qadrli qarindoshlar, shuni nima qilgan chog'da odatda bu kitap 300 betga yaqinlashib qoladi. 300 betdan ko'proq degan gap. Qadrli qarindoshlar, kitapның muqovasi bayatımı ko'rsatib o'tdim. Ak taşlık kitap üstüde kökren bilen bu kitapninki ismi ve muvaffaqiyatning tanlamasi ma'lum obrazlık bir şekilde ifadelendi deb o'ylaymiz tadbir yayınları. Andan keyin kitapninki Amerikan cilt deb qo'yamiz. Yani 300 betlik bir kitap. Kitapның A kısmı bayatın ko'rsatdim. Kitapның yazgıçısı olgan, NASA'da işleydigan bizdeki dağlık alimimiz Erkin Sıdık akimizдің resmi, külüp tuğan resmi bilen birlikte ahırdaki
yani nima taqdim kiriş söz yani begişlemesini mo birlikte yazıp koyduk qadrli qarindoshlar. İşçiga qaraydigan bolsak, birinci betde Erkin Sıdıq yazmaları, kişilik taraqqiyot haqida yazmalar birinci qism, ondan keyin nashriyatımızın ismi bor ekan. Yazgıcı Erkin Sıdıq, onunki erkinsidiq@gmail.com degan email adresini mo kitapta yazıp koyduk qadrli qarindoshlar. NASA GPL işleydiganligini bu kitapta yazıptimiz. Keyin bu NASA GPL'ni chiqarib etildi dedi. Başka kitaplarda da GPL chiqarib etildi. NASA GPL. Yani erkinsidiq@gmail.com. Mas'ul muharrir Abdulaziz Baştoğrak, Muqaba Kamal Yoldaş, Betçik Pidakar, Matbaa ve Neşriyat Murat Yalçınqaya, birinci neşri 2015 yıl oktyabr. Tedbir Taşqi savdo maslahatchilik, tercüme ma'arif xizmatları ve sayohatchilik cheklik hassadarlik şirketi tarafidan nashr qilindi qadrli qarindoshlar. Kitapның işide rangsiz bolsunmu Erkin Sıdıq akamizningki bunu resmi avtorning 2013 yılı tushgan bir surati biriklik. Onundan başqa kitapның ichiga qaraydigan bolsak, avtorningki GPL oldida tushgan resmi bor qadrli qarindoshlar. NASA'da GPL'da tushgan resim ekan. Ayoli bilan bo'lgan birga tushgan resmi bor qadrli qarindoshlar. Bu mu avtorning 2015 yılı 13 sentabrda tushgan bir resmi. Yuqoridagisi bo'lsa 5 may Do'ppi madaniyat bayramida do'ppini yarashtirib qana tushgan uyda tushgan bir resim ekan. Dutta tamburlarmi og'zida turadi. Erkin Sıdıq akam xeli usta dutta chep qo'ydi. Bu xabaringda bo'lib qolsin qadrli qarindoshlar. Onundan başqa Erkin Sıdıq akamning yine başqa bir resmi bor ekan. Qaraydigan bolsak, avtor 2016 yılı 3 ayda Marsga chiqarilgan bir yangi tipli Marsni tekshirish mashinasining modeli oldida tushibdi ekan. Yuqoridagi bo'lsa, avtor James Webb Alem teleskopi oldida tushgan shu modelning oldida tushgan resim ekan. Buni mo ko'rdik qadrli qarindoshlar. Hamda avtorning hayot tajribalaridan erishgan muhim so'zlaridan bir qancha so'z bor ekan. Bu so'zlarni mo o'qib o'taylik. Her bir odamning taqdiri bütün milletning taqdiri bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Millet güllenmese siz bizden yaxshi yaşa alışımız mı mümkün emas. Maddi cihette hemen narsimiz tel bulup yoksuzluğun derdini tatmagan takdirde mi eğer milletin küne yaxshi bo'lmaydiken bir vicdan igisinin ruhi cihette hatırcam yaşayalışı mümkün emas. Bu tonca kılgan söz iken ondan başka İkinci sözü de başkalar kılalıgan işlerini Uygurlarmı kılalaydı. Uygurlar başkalar kılıp bakmagan işlerini mi kılalaydı. Üçüncü sözü muvaffakiyet tem, talant koşulgan, tirişçallık koşulgan fırsat. Bunu tekimi obrazlık ifadelik kitap oylayman kitapninki mavzusu da kitapның muqavısı da yani tirişçallık, talant, fırsat bu birbirinden çemberças bağlangan. Onun için muvaffakiyetini kütsek buludu. Yani, tirişçallıksız muvaffakiyet yok. No pain, no gain degendek. Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de tirişkan yani ecir kılgan özünün ecrinin mukafatını alıdı deydi. Yani siz kaysi işe ecir kılışınızdan kat'i nazar çokum onun mukafatını, cezasını yaki alısız. Dördüncü sözü arzu iktidarga tang emas. Çoğ işki yürüş kılışını özünüz kılalaydıgan kiçik işten başlang. Beşinci söz Adem hayatlı bolsa ügünüşü toplatmaslığı kirek bilim arqılıq yeni fırsat yaratqılı buludu hem de öz təqdirini özgertgilimi buludu. Altıncı söz başqalar qılmagan işini qilish üçün çoxum başqalardan bekrek tiriş kerek.
Onundan başka yol yok. Men bu sözge bu Bursa'da bizninki bir ayıl ribatı bolgan Aqaba Vahbeninki. En ahirki derste Hamdi Kalyoncu ustaz, Doktor Hamdi Kalyoncu men sizlarga iqra okumasan dötlüşüp gitse degan kitapның yazgıçısı. Şu adam şu iman toğruluk, İslam toğruluk bir doklad bir vatkan vaqtida, bir deri sözleye, leksiya sözleye vatkan vaqtida Tunus'ninki Nahda İslam hareketininki başlığı olgan, rehberi olgan El-Gannuşi degan adam keldi. Bu adamı 20 minutda gap qildi. Birisi tercüme qilib berdi Saudiya Arabistondagi Resul akimiz. Manda bir söz nahayeti diqqatimizni tortdi. Bunu men Facebook'ta chiqarib qo'ygan. Yani Allah haqında insanga tirishsa onun çokum nimisini biridir. Bu dünya yani dünya bir merza yani terilgü yağ okşaydı. Sen nime terisan şunu alırsan. Şuna başkalarının ki meyli gayrimüslim, meyli kafir başkalar bolsun. Allah acaba Müslümanlara birimende vədə kılıdı. Lakin nime üçün Müslümanların işi yaxşı emas, bu kafirlerin, gavurların ki başka insanların işi yaxşı olup gitti dep heyran kalmanlar. Çünkü Allah'ın sünnetullah dediğin nesi var. Bir ölçem, bir kanunu var özgermez. Kim ecir kısa çokum şunun neticesi ki irişidir. Nime teresen şunu alırsan. Eğer bu başka gayrimüslimler bir dünyalık için fakatla bu dünyalık için tirişkanlık için bu dünyalıkның nimesini aldı, muvaffakiyetini aldı. Ama Müslümanlar iki dünyalık alımen deydiken çokum başkalardan yeni bir kat tehime tirişmese o dünyalıkını mı alamaydı, bu dünyalıkını mı alamaydı diyen gapni qildi. Şonlaş qarindoshlar biz iki dünyalık işimiz için iki dünyalık tehime köp capa tartışımız, tirişimiz gerek iken kadirli qarindoshlar. Yani telefonumu uçurup ettim kadirli. Hiç kim bizge müdahil kılanmaydı. Şunda qilib Erkin Sıdık akimizdinki 6 tane mühim sözünü bir qatar sözlü okup ettik. Başkalar kılalıgan işini Uygurlarmı kılalaydı degan bunu kitapninki kiriş sözü eken kadirli qarindoshlar. Qani Erkinkam nemi depti, nemi üçün biz başkalar kılalıgan işini kılalığı dekmez. Hatta kılalmagan işini kılalaydı degan gipi var. Bir okup bakılı. Abdur'un kiriş sözü. Yani Erkin Sıdık yazmaları kişi terakkiyat hakkındaki yazmalar birinci kısım muvaffakiyetinin yeni tanımlamasının kiriş sözünün mavzusu başkalar kılalıgan işini Uygurlarmı kılalaydı. Abdur'un kiriş sözü. Ben 1960 yılları başlangıçta okuvatkan vaktimde dadam işlediğin idaredeki bir tüp terakның üstüge yamışıp çıkıp bir qara kuşkaç uvusudan tuxumdan çıkkılı bir qancha gün bolgan. Ama közleri tehi içilmeyen kuşkaç ballardan 4'ni elip düştüm. Ularning üçünü üzüm bilen birle oynaydigan dostlarımga birip birini üzüm baktım. Kuşkaçның közü tehi içilmeyen bolgaçqa men bir kolumda onun tomşuğunu qarıp içip yeni bir kolumda onunla tamak yügüzdüm. Sunumu aşındak işgüzdüm. Dostları bir qancha kunga barmayla ülüp kaldı. Men bolsam elaqi kuşkaçni aşındaq beqib çoğun qildim. O uçurum bolgandan keyin uçup o yer bu yerlerge konup men tamak yevatqanda yoki bo'lmasa maktabga menib ketavatqanda uçup kelip mening müyremge konup yurdi. Men bu balalik davrimda qo'lga keltirgan bir zo'r muvaffaqiyat bo'lib, shu chaqda har qatim qushqash uchib kelib müyremge qo'ngandagi xushallik hissiyotimni men söz bilen ifadalab berolmayman. Mening o qushqashdan qanday ayrılganligim esimde qolmabdi. Ammo shu chaqda mening ko'nglimda agar men tirishsam her qanday ishni qila olayman degan ideya shakllangan edi.
Men 1970-yilları tuluqsuzda o'qiyotgan vaqtimda akam bilan billa radio qurashtirishni o'rgandim. O chaqda radiolar intayin qis bo'lib, faqatla boy va obro'li oilalarningla radiosi bor edi. Oila iqtisodimiz yaxshi bo'lmag'achqa, akam bilan ikkimiz axlatxonalardan konu temir tassakka o'xshash pulga yaraydigan narsani terib, yig'ib, shularni setib, qo'limizga kirgan pulga radio zapchaslari oldik. O chaqda radioga oid Uyg'urcha kitoblar qat'iy bo'lmag'achqa, akam bilan ikkimiz bir parcha xanzuch kitobni setib olib, onundaki radio tok yo'li xaritasini ko'rib tushuna oladigan zapchaslarning nomerlarini ayriya oladigan bo'ldik. Kecha-kechalab uxlamay hapilishib, bir 100 supini qachilaydigan plastik qutining ichiga faqat bir batareyasi bor, faqat quloqqa tiqib qo'yadigan tinchug'ish bilanla anglag'ila bo'ladigan radiodan birini muvaffaqiyatli yasab chiqdik. Men bizning birinchi projektimiz tadqiqot turimiz tamomlangan vaqtdagi xushallik va hayajon hissiyotimni so'z bilan ifodalashga ojizlik qilaman. Shu chaqda akam bilan ikkimiz bir mezgil heliq radioni navbatlashib maktabga opirib anglab yurdik. Shundaqla men shu chaqda bilimning qanday kuch-qudratlarga ega ekanligini, bilimning naqadar muhimligini to'nib yetdim. Shuningdan keyingi bir qancha yil ichida madaniyat zo'r inqilobining bir qismi sifatida bilimning keragi yo'q, safsatalar hamma yerni qoplagan bo'lsa-mu, men o safsatalarga ichimda ozroqmi ishonmadim. Shuning bilan darslarni davomli yaxshi o'qib mangdim. O'qituvchilarni bu nihoyat hurmatlab, ular bilan yaqin munosabatda o'tdim. Ba'zi mavsumda bizning sinfda muallimning darsini anglaydigan o'quvchilardan yolg'iz menla qolgan edim. Bir qatim bizning fizika o'qituvchimiz bizdan yillik imtihonni o'chiq qilib, savollarni tarqitib berib, ertasi yig'moqchi bo'lganda, bizning sinfdagi hamma o'quvchilar kechda bizning uyga kelib, savollarning javobini mendan ko'chirdi. Shuning bilan muallim menga 100 nomer berib, qolgan barliq o'quvchilarga 50 dan nomer berdi. Qisqasi, men bilimning qadrini shu chaqda bilimlar va bilimliklar tanqid va kurash qilinayotgan bir davrda to'nib yetgan edim. Men shu vaqtdan boshlab o'zim uchratgan ahvol va hodisalarni va o'z hayotim bilan munosabatli ishlarning hammasini bir ilmiy asos bilan tushunib olishga urinishni o'zimga bir odat qilib oldim. Men uchun tushunmay turib bir ishni qilish yoki tushunmagan bir ishni qilish xuddi ko'zini yumib olib yo'l manganlik bilan o'xshash tuyuladigan bo'ldi. Her qanday bir ishni qilmoqchi bo'lganda, oldi bilan uni nimishqa qilaman, qanday qilaman, qachon qilaman degan savollarga javob tepish uchun izlanishni hamda topa olgan materiallar va to'plagan uchurlarning hammasini astoydil o'qib chiqishni qilmoqchi bo'lgan ish ustida o'zimning imkoniyati yor beradigan doira ichida to'liq ma'lumot bo'lgandan keyinla ondan boshlashni o'zimga bir odat qilib oldim. O mezgillarda Uyg'ur yosh o'smirlar uchun chiqarilgan kitoblar asosan mavjud emas bo'lib, menda bir ishni qilishning to'g'ri va unumli usulini kitob yoki boshqalar orqali o'rganish sharoitimi bo'lmadi. Shuning bilan har qatim bir yangi ishni qilmoqchi bo'lganda o'zim o'ylab yetarligan barliq yangi usullarni sinab bakib, ondan ularning ichidagi eng unumli birisini tanlashnimi o'zimga bir odat qilib oldim. Ya'ni men uchun o'zim qilmoqchi bo'lgan hamma ishlar bir fanniy tajribaxonadagi ish bilan o'xshash bo'lib, men har bir ishning to'g'ri usulini tajriba orqali yakunlab chiqadigan bo'ldim. Yuqoridagi ikki odat menga nihoyat zo'r foyda va muvaffaqiyatlarni elib kelgan bo'lib, ular menga hozirmi hamroh bo'layotdi. Ali maktabda o'qiyotgan mezgilda men bundaq ikki ishni bayqadim. Birinchi, bizning yoshlarimizda qulluq ideyasi, o'z-o'zini boshqa irqtikilardan tuban ko'rish ideyasi
ve öz-özüge işenmeslik idisi nahayeti güçlük iken. İkinci, min eğiz sözden bir emel ala deydiğen bir hakikat bağ bulup, yaş ösmürlerini emeli misal bilen, özü bir ölgü bulup turup yetekligende, onun önüme en zor buludu iken. Men ali mektepteki hayatımda özümden okuşu, chet el tillerini ügünüş ve sınıf, fakultet, mektep, abdunum rayonluk ve memleketlik okuvchilar teşkilatlarındaki yuqori derecede hizmet vazifelerini öteş cihatte bir kısım közgü görünərlik neticelerini yarattım. Mening aşı neticelerim nəhayət köp yaşlarının öz-özüge güçlük işenç turguzuşuğa, öz hayatı hakkında başkalardan plan tüzüşke, özünün kelgisi üçün yenidən gaye turguzu verişiga, hem de aşında gayeler üçün qattiq tirişiga ma'lum derecede türtkü boldu. Mening qilganlarim köplegen yaşlarda özgürüş peyda kıldı. Men bütün cemiyetke Uygurlarning qo'lidan hech qanday ish kelmaydi deydigan bir ideya singib ketgan muhitda o'sib yetilgan bo'lib, oliy maktabga chiqqandan keyin andin o'zimning yushurun qobiliyatlari haqida bir oz haqiqiy tushunchaga ega bo'ldim. Şunun bilen ben bütün millet miqyasida başkalar kılalığında Uygurlarımı kılalaydı degen idini turguzuşunun intayini zor ehemmiyetke ega ekanligini to'nib yettim. Hem de özümün aşı yoldaki tirişçanlığını bir ömür davamlaştırış kararı keldim. Ali mektebini bitirdiğim vakitte rehberler bana memuri hizmet bilen şugullanıp başlık buluş bilen öz kesbimini davamlaştırıp milletimiz içindeki bir boşluğun tolduruşunu ibaret iki tallaşını belgende ben anca köp işkilenmeyle keyinkisini talladım. Şundakla öz kesbiminin yukarı perdesiga çıkış yolunda Şanghay'da bir yıl bilim aşuğan, Japon'da 2,5 yıl bilim aşuğan, Amerika'da magisterlik ve doktorluk ünvanları için okugan, doktor açtı boğan ve onundan keyin yukarı teknolojiya şirketlerinde işleyen vakitlerimden hemmisi de özümün barlığını atab qattiq tirişdim. Hemmi yerde özümün yushurun gücünü en zor derecede cari kıldırışqa intildim. Men üçün vazife mecburiyet deydigan bir çek mevcut bo'lmadi. Bağalı yerimde vazifeni aşırıp unuladım. Mesela adetki ahvalda doktorlukta okuvatkan okuvchilar xalqarалық ilmi tadqiqot jurnallarga bir parça makale çıkarsa doktorluk ünvanı alalaydigan bulup men doktorluk okuşum jarayonida özüm birinci abdur bo'lgan ilmi maqoladan 9 parçani chiqardim. Yana kitapga kirgizilgan 3 parça ilmi maqolaga qo'shimcha abdur bo'ldim. Amerikaga kelib necha yil yashagandan keyin men yana bir haqiqatni to'nib yetdim. Her bir adamning taqdiri bütün milletning taqdiri bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Millet güllenmese siz bizning yaxshi yashay olishimiz mumkin emas. Maddi jihatda her narsamiz tal bo'lib, yo'qsizlikning dardini tatmagan taqdirda agar milletning kuni yaxshi bo'lmaydi ekan, bir vijdon egasining ro'yi jihatda xotirjam yashay olishi mumkin emas. Shuningdek men o'z yurtimiz ve öz xalqimizga qo'limdan kelishicha xolisona xizmat qilishni o'zimning eng muhim g'oyalaridan biri qildim. Hem de özümden davamlıq men qanday qilganda o'zimning millet uchun qo'shadigan töhbamni eng cho'ng ve eng ahamiyatli qila olayman degan savolni so'rab turdim. Özüm haqidagi muhim qarorlarni yurtimizga ve xalqimizga bo'lgan töhbamni eng zo'r darajada ko'paytirish prinsipi bo'yicha oldim. Chet eldagi bir qism kishilarning tanqidlariga hatto zarbalariga uchragan vaqtlarda bu prinsipdan qilcha tavranmadim. 1990-yillarning boshlarida Amerikadagi Uyg'urlarni tashkillab o'zaro aloqa va yordamni kuchaytirish ishlari bilan shug'ullandim. Onundan keyin vatandagi chet elga chiqib o'qish irodasidagi yoshlarga pochta orqali mangdurilgan salom xat orqali maslahat berish, yo'l ko'rsatish
ve başka yardımlarda buluş işlerini kıldım. 2004 yılı özümden bir torbetini kurup vatandaki yaşlarga şu arkalık yardım kılışını başladım. Gerçi hazır vatanda içilmesi o, yani www.marifat.com dep atıldıgan helika torbet hazır mı mevcut. Hem de o Cungu'nun sırtıda normal içildi. Men çetelerdeki Uygur yaş evlatların terbiyeleş, Uygur mağaribi ve ilim-fen terakkiyatın ilgi sürüşünü maksat kılgan işlerinin hemmisiga aktiflik bilen katlaşıp kilovatımın. 2006 yıldan başlap men Türkiye'deki Abdülhamid Karhan hükümümüzle birlikte vatandaki Uygur yaşlarına Türkiye'den haksız okuş pürüstü yartıp biriş işini kıldım. Bu işte asaslık ecri sındırgıcı Abdülhamid hükümümüz bulup men asasen mesleğet bəgücü ve namzat toplap bəgücü rolunu oynadım. Şunda kılıp ikimiz birlikte 2009 yılının ahırıgacha cem'i 54 nefer Uygur okuvçuğa Türkiye'den haksız okuş pürüstü hal kılıp berdik. Onundan keyin Türkiye'deki Uygur Akademisi'nin işlerine devamlı kolumdan kelişçe hemdemde bulup kilovatımın. Uygur Akademisi'nin bir qancha 100 Uygur okuvçunun Türkiye'deki haksız okuş pürüstüge erişişide nihayet mühim rol oynadı. Men ictimai fen bilen şugullansam, yurtum ve halkım üçün köprek iş bereleydi ekenmen dep oylap, hazırgacha bolgan hayatımda öz kesbimni 3 qatim tabii fenden ictimai fenge özgertishni karar kılıp, keyin onda kararlarımdan vaz geçip baktım. Birinci qatim 1980'ler yüz bergen bulup, men o çağda Şinjan Üniversitesi Fiziki Fakültesi radyo elektronik kesbede baklavur ünvanı için okuvatkan idim. O vaxtda da Xoyaban Efendi memleketlik partiye baş sekretari bulup, Ürümçi'de Abdunum Vaylık 3 derecelik kadrlar yığını içilip, emdili tamamlanan mezgiller idi. Aşkotımlık yığında 3'te 60% kılış, yani Uygur diyardaki Ali mektep okuvçuların 60%'ini azsallık milletlerden kılış, işçilerinin 60%'ini azsallık milletlerden kılış ve kadrının 60%'ini azsallık milletlerden kılış karar kılıngan idi. Abdunum Raylık İttifak Komitesi aşı münasebet bilen Ürümçideki Ali mektep okuvçular uyuşmalarının reislerini yığıp yukarıdaki kararıga nispeten öz oy fikirlerini sözlep bekişimni asası maksat kılgan bir söhbet yığını urlaştırdı. Men o çağda Şinjan Üniversitesi okuvçular uyuşmasının reisi bulup bu yığınga katnaşkan birden bir Uygur idim. Men bu yığında oturgu düşken nahak fikirlerge çidap turamay titrep kettim. Şundaqla men birinci Uygur tili mektebinde okuvatkan biri bolganlığım, ikinci yığında xanzu tilde sözleşken mecbur bolganlığım, üçüncü menin kesbim tabiipen bolganlığı ve dördüncüden men mezkur yığına katnaşkan birden bir Uygur bolganlığım üçün, yani qalgan Ali mektep okuvçular uyuşmasının reisinin hemmisi xanzu milletinin bulup, ularning kesbimi asasen ictimai fen idi. Men öz fikrimni ifadeleşte nahayet paydasız urunda turup kaldım. Bu işten keyin men öz fikrimni ifadeleşte nahayet paydasız urunda turup kaldım. Bu işten keyin men bir qancha hafta oylanıp millet üçün yaxshiroq xizmat qilaman deydiken men çokum öz kesbimni siyaset ilmi, political science kesbiga özgertishim kerakkan degan tonuşga keldim. Hem de kesbimni elektr kesbidan siyaset kesbiga özgertishni qaror qilib, qarorimni shu chog'dagi fakultetning muavin mudiri Sultan muallimga aytdim. Ammo Sultan muallim bana siz hazır Uygur diyarındaki azsallık millet okuvçularının vekili bulup kaldınız. Ondaq buluşunuzdaki bir mühim sebep hazırgıca tabiipen kesbede okugan azsallık millet okuvçular işide sizden okugan bireri çıkıp bakmadı. Eğer kesb özgerseniz sizden bundak vekillik karakteriniz yoqap ketidi degan mezmunda düşünce berip mening qarorımga qo'shilmadi. Şunun bilan men öz kesbimni o'qishni davomlashtirishga majbur bo'ldim. İkinci qatimliqi
Men Amerikada elektr injenerligi kasbi bo'yicha doktorlik unvoniga erishib bo'lgandan keyin yuz bergan bo'lib, men bir ijtimoiy fan sohasidagi xizmat o'rniga berib, bir hafta ishlagandan keyin ahvolning men burun o'ylaganimdek emasligini his qilib, o xizmatdan voz kechdim. Men bu vaqtdagi ahvolni keyinchi bir muvofiq sharoit hozirlanganda tafsili bayon qilib o'taman. 3-chi qatimligi buningdan 4-5 yillar burun yuz bergan bo'lib, bu qatimki kasb almashtirish emas, balki siyosat ilmi kasbida yana bir unvon elish edi. Men o'zim kichikimdilla ijtimoiy fanlarga intayin qiziqadigan bo'lib, ijtimoiy fanlarga oid materiallarni ko'rishni izchil turda davomlashtirib kelyapman. Amerikaga kelgandan keyin siyosat ilmi va xalqaro munosabat deganda kasblarga nihoyatda qiziqib yashadim. Amerikada ishdan sirt yoki oqshimi o'qibmi bakalavrlik, magistrlik va doktorlik unvonlariga ne algılı bo'ladigan bo'lg'ashqa, buningdan 4-5 yil burun men bizning uyga 35 kilometr keladigan Kaliforniya shtat universitetida ishdan sirt o'qib, xalqaro munosabat kasbi bo'yicha bir magistrlik unvoni olishga niyat qildim. Ammo o maktabning darslarini tekshirib ko'rsam, men tanlamoqchi bo'lgan darslar oqshomlari emas, sapla kunduzlari o'tildi ekan. Men o chaqda NASA markazi GPL'da bir oliy darajalik optika injeneri bo'lib ishlayotgan bo'lib, kunduzdagi xizmatimni tashlab, o'z kasbim bilan hech qanday munosabati yo'q bir sohada dars tanlasam bo'lmaydigan bo'lg'ashqa, bu orzuyimdanmi voz kechishga majbur bo'ldim. Ammo ijtimoiy fan sohasiga o'rganishni to'xtatmadim. Bo'libmi vatandagi yoshlar asonlashib topolmaydigan, ammo ularning kishilik taraqqiyoti uchun, o'z umrlarini ma'nilik o'tkazish uchun hamda ko'ngliga pukkan g'oyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hozirgi zamon bilimlari ustida nuqtaliq izlandim. 2005-yili va 2006-yili Amerikada biz bilan bir yerda yashaydigan inimiz Qurbonjon Ro'zining taklif qilishi hamda vatandagi bir qancha o't yurak ukalarning yaqindan qo'llashi va yordamda bo'lishi bilan Qurbonjon Ro'zi ikimiz qo'ygan www.bilival.com torbeti. Bu torbet hozir vatanda ichilmaydi. Bilan 2 qatim ko'p bo'limlik yozma suhbat elib bordik. Bu suhbatlarning mazmunlari Bilival torbeti ve şu çağda Uyghur diyarında en küçük tesirga ega bo'lgan Bilik torbetida arka-arkadan ilan qilishga başlaganda o nahaydi cho'ng ta'sir qo'zg'adi. 2006 yildagi bir vaqtda o suhbat mazmunining Bilik munbaridagi chekilish qatim soni 1.3 milyonga 1.300.000 qatimga yaqinlashdi. 2 qatimlik suhbat oxirlashgandan keyin, yani 2006 yılının ahırları vatandagi 2 torbetning qo'rg'uvchilarining tashabbus qilishi va yaqindan yordamda bo'lishi bilan biz Erkin Sidiqning qisqacha tarjimalini tayyorlab bitirib, uni torlarda e'lon qildik. Ama Uyg'urcha torlarda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Onundan keyin, yani 2007 yildan boshlab men yaqin do'stlarim tavsiya qilgan va o'qirmanlar talab qilgan temalarda maxsus yozma tayyorlab Uyg'urcha torlarda e'lon qilishni boshladim. Maqolaga mazmun qiladigan bilimlar o'zimda bor bo'lsa, shuni yozdim. Agar o'zimda yo'q bo'lsa, qadrli qarindoshlar, hozir Istanbulda sham namoziga azon to'landi. Qadrli qarindoshlar, bizning birlikda o'qiydigan kirish so'zimiz yana 4 bet bor ekan. Ondan keyin tahrirning so'zi, onundan keyin mundarijini birlikda o'qib etsak, bugungi tadbirga isim dersimiz tugaydi. Biraz sabringlarni tilayman qadrli qarindoshlar. Eğer o'zimda yo'q bo'lsa, men Amerika qatorli g'arib ellardagi kasb ahllari, mutaxassislar va tanilgan ziyoli zotlarning bilimlarini oriyatga ilib, shularning bilimlarini inglizchadan uyg'urchalashtirib, vatandadagilarga shularni sundum. Menga shu vaqtgacha maqolani Uyg'ur latin yoziqi ULY dan
Uyghur Arap yazıqı UEY-ga aylandırış ve tahrirlash cihati yordamda bulup kelgan vatan içideki bir kısım ot yürek ukula ta ki 2009 yılı Tomuzdaki vaqagacha bana yordam qilishni davomlashtirdi. Men 2009 yılı Tomuzdan keyin maqola tayyorlash ishida vatandakilardan maqola tahrirlashda yordam so'rashni to'xtatib, birer yildak vaqt ichida Turkiyadagi marifat.org to'rining qurg'uvchisi hukumimizning yordamida ish olib bordim. Onundan keyin taki 2014 yılının 5-gacha maqolalarni boshqalarga tahrirlatmay, hammani o'zim tahrirlab, tayyorlab, to'rlarga yo'llab turdim. 2014 yılının 5'inden başlap maqolani tahrirlash ve UEY'den UEY'ga o'zgartirish ishlarini tor ismi pidakar bo'lgan. Hozircha nomsiz turishni istaydigan bir hukumimiz bilan bir qo'llab qilib kelgan bo'lib, o menga hozirmi burunqidakli yordam qilib kelyapti. Bu yinimiz chet elda o'zi bir tarafdan ishlab, o'qish ve turmush chiqimiga ketadigan iqtisodni o'zi hal qilib, yana bir tarafdan aspirantlikda o'qiyotgan bo'lib, öz turmushi ve o'qishining ajoyib jafoliq bo'lishi qaramay, hozirgacha ün-tunsiz menga yordam qilib keldi. Men har qanday so'zlarni ishlatsam-mo, o'zimning bu hukumimizga bo'lgan rahmati ve minnatdorligini yetarli darajada ifodalab berolmayman. 2015 yılının 5'ida pidakar hukumimiz magistrlik dissertatsiyasini tamamlash ve doktorluk o'qishga imtihan berish yuzasidan intayin qattiq vaqt qisitligida qoldi. Shuning bilan men uningga qattiq yalvorib, uni mening uningga bergan bir qancha oylik ta'tilimni qabul qilishga qistidim. Pidakar hukumimiz buningga nihoyatda taslim ma'qul bo'ldi. Shu bir qancha oy vaqt ichida mening maqolalarni tahrirlash ishida Dilbar Hamid ve Almira Muhammed singlimiz ve Tursun Ertuna inimiz qatorliq bir qancha ukula yordam qildi. Men mushu fursatdan foydalanib, ash ukularga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hozir men tayyorlagan maqolalarni tahrirlash ishlarini yana pidakar hukumimiz qaytadan o'z qo'liga oldi. 3 parcha kitap bo'ladigan tuvandagi 1-chi, 2-chi ve 3-chi kitap, yani maqolalarni kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar to'g'rilab, qaytadan bir qatim yuqori sifatli qilib tahrirlash ve ularning nashrga ishlatiladigan kompyuter hujjatini tayyorlab chiqish ishini ashu pidakar hukumimiz tamomladi. Men mushu fursatdan foydalanib pidakar hukumimizga cheksiz rahmatimni bildiraman. Agar biz men 2005 yildan boshlab torlarda e'lon qilgan mazmunlarni to'liq ratlab chiqsak, ularni tuvandagi kategoriya bo'yicha ayrim kitap qilib chiqarg'ili bo'ladi. Birinci, özümden qısqacha tercümali ve bilval to'ri o'tkazgan yazma suhbat. İkinci, kişilik teraqqiyot. Üçüncü, bola tarbiyasi. Dördüncü, ana til ve maarif. Beşinci, neticelik Uygurlar. Altıncı, Yahudiler, Yapullar, Girmanlar ve başka münasebetlik mezmunlar. Yedinci, dinimizge ait bir kısım bilimler. Bu kitaplarning ko'pincha chiqib bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Dinimizga oid bir qism bilimlar bularni chiqaramay qoldik maalesef. Bu mu chiqib qolar? Hozir men kishilik taraqqiyot va bola tarbiyasi kategoriyasiga kiradigan mazmunlarda maqola tayyorlashni davomlashtirayotgan bo'lib, zarur bo'lganda boshqa mazmunlarda maqola tayyorlashim mumkin. Pidakar hukumimiz bu qatim yuqoridagi 1-chi, 2-chi ve 3-chi kitapning elektronlik hujjatini bitirib bo'ldi. Men bu yil sinov tariqasida 2-chi kitapni, ya'ni kishilik taraqqiyot 1-chi qismini Turkiyada bostirib beqishni qaror qildim. Uyg'ur diyoridagi ufqlar menga o'zimning yozmalarini kitap qilib chiqarish taklifini berayotgani xeli uzun bo'ldi. Vatandagi bir qism qarindoshlar men tayyorlagan yozmalarni Uyg'ur yazıqidagi jurnallarga chiqarish ve kitap qilib ishlash yo'lida tirishchilik ko'rsatishni boshlag'ilimi hozir 10 yillik vaqt bo'ldi. Lekin u ish texi mumkin bo'lmadi. Kitapni chet elda bostirganda uning tarqalish ahvoli qanday bo'ladi? Bu vaqtda mening ko'nglimda hozircha bir son yo'q. Agar Allohning yordami bilan mazkur kitapni besib tarqitish ishi muvaffaqiyatli bo'lsa, men yuqorida qolgan kitaplarni bostirib tarqitish uchun tirishiman.
Ben bir milletning taqdirini bilim orqali, ma'arif orqali, bütün milletning tabiiy fan, texnologiya, injenerlik ve matematika seviyesini o'stirish orqali o'zgartkili bo'ladiganligiga qattiq ishonaman. Hamda men hozirgacha Uyg'urcha maqola qilib yozib chiqqan bilimlardan kompyuter ve internetten foydalanish imkoniyati yo'q qarindoshlarning mo foydalanishini chin ko'nglimdan albatta arzu qilaman. Mening maqolalarimni kitob qilib bostirishni qaror qilishimdagi maqsadim ana shu. Yuqorida ismi tilg'ilingan bir qancha qarindoshlardan boshqa 2005-yildan boshlab Uyg'ur diyorida ko'p degan o't yurak uqular mening maqolalarimga tema chiqarish bilan chiqarib berish, ularni tahrirlash, latincha harflar bilan yozilgan maqolani o'z yozig'imizga aylantirish hamda maqolalarni to'g'ri yo'llash, tasdiqlash va ularni torlarda sog'lom saqlash jihatda nihoyat ko'p ajr singdirdi. Yana minglagan, 10 minglagan o'qirmanlar mening maqolalarga samimiy va ilmiy inkaslarni yozib, bir tarafdan maqolaning mazmunlarini bayitgan bo'lsa, yana bir tarafdan menga nihoyat ko'p madad va kuch ato qildi. Men mushu fursatdan foydalanib, ash qarindoshlarimning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Menga 2009-yildan burun yordam qilgan bir qism to'rbatlar hozir mavjud emas va bir qancha ufqlar hozir erkin emas. Men ularni va ularning menga qilgan yaxshiliklarini hargizmo unutolmayman. Mening hozirgidek yashab mengishimni mumkinchilikka ega qilish uchun eng zo'r badal to'layotgan kishi mening ayolim Amongul bo'ladi. O meni izchil turda qo'llab va menga yaqindan hamkorlashib keldi. Ikki balamizmo izchil turda meni qo'llab va menga madad berib turdi. Men ularga rahmat aytaman. Oxirida men bu kitobni millatning g'amini o'z manfaatining ustun o'ringa qo'yib, millatning taqdirini yaxshilash yo'lida pok yurak bilan to'xtovsiz, untinsiz va o'zining borlig'ini atab tirishchanlik ko'rsatayotgan barliq qarindoshlarga bag'ishlayman. Erkin Sidiq, Amerika Kaliforniya shtati, Los Angeles shahri, 2015-yili 10-sentabr. Qadrli qarindoshlarim, 42 minut bo'pti. Endi tahrirning so'zi ve mundariclerini o'qib etsak, bugünkü dersimiz tedbir yazsın dersimiz tugaydi qadrli qarindoshlar. Yana bir 5 minut sabringlarni tilayman. Tahrirning so'zi Erkin Sidiq akamizning tor dunyosidagi yozmalarini yig'ib bir kitob qilib chiqish uchun o'zimning kichkina yordamda bulog'ligimdan intayin o'zimni memnun ve yengil his qilaman. Buningdan 10 yil burungi mushu vaqtda, ya'ni 2005-yili 9-ay chog'larida bir o'qituvchimning og'zidan Erkin Sidiq degan ismni tunji qatim anglagan edim. Keyin oliy maktabga chiqib, bir qishliq ta'tilda Bilik munbirida Uyg'ur olimi Erkin Sidiqning qisqacha tarjimonini intayin hayajon ishida o'qib chiqdim. Erkin Sidiq akamizdan intayin faxrlandim, ichimdan intayin qoyil bo'ldim. Şu çağdaki hayajonimni til bilan tasvirlab berolmayman. Ana shu çağdan başlap Erkin Sidiq akamizning yozmalarini izlab yurib o'qib turdim. O yozmalarni o'qib o'z hayotim haqida qaytadan o'ylandim. G'oya tiklash, dunyo qarash, unumlik ish qilish haqida nurg'un bilimlarga erishdim. Her vaqt ichida Erkin Sidiq akamizning yozmalari yurtimizda kitob qilib besilgan bo'lsa, ne kadar yaxshi bo'ladi ha deb o'ylab ketetdim. 2014-yilning 5-idan boshlab men tahrirlik ishida boshladim. Erkin Sidiq akamizning yozmalarini torlarga chiqarilgandan keyin ko'p tordoshlar inkaslarida Erkin Sidiq akamizning tor dunyosidagi barliq yozmalarini yig'ib bir kitob qilib chiqish taklifini beribdi. Men buni ko'rib nihoyat xushal bo'ldim. Hem de Erkin akam bilan maslahatlashib, yozmalarni yig'ib kitob qilib chiqishni qaror qildik. Bu kitob nihoyat aldirashchilik va jiddiychilik ishida tuzib chiqilgan bo'lg'achqa, tahrirlashda ba'zi xatoliklar
yetersizlikle buluşu mümkün. Okurmenlerinin kızgın teklif, tenkit birişini çin köңlümdün ümit kılımen. Hürmet bilen pidakar. Kadirli kırındaşlar, şunda kılıp tedbiryay sin dersleri 9. bölüm erkin sıdık yazmaları kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar 1. kısım kitap muvaffakiyetinin yeni tanımlamasının kiriş sözlerini ve tehririnin sözünü okup öttük. Hem de bu kitapınki mun derecesine sizler bilen ortaklaşımız kadirli kırındaşlar. Muvaffakiyetinin yeni tanımlaması mun derecede ondakin ömürlük kesibine kandak tanlaş gerek, mektep hayatıdan muvaffak paylanış doğrusunda kıskış tavsiye, Abdur'un vatandaki yaşları yazgan xeti, endişe, düşkünlük ve umuşsuzluktan tiz asliga qaytish iqtidori, iş önümü yuqori kişilerin yetti adeti, vaqtni muvaffaq boshqarish, g'aribliklarning yozish uslubi, şirket kuruşga qandaq iqtidor kerak, şirketni o'ngishliq ma'ndirish iqtidori, Uyg'urlar dört emas aqlliq, o'ng mingi bilan so'l mingi, ziyoli yetakligücü ve başkalarını ilhamlandırış, oylashning altı qalpiqi, dahi ve liderlik nazariyasi to'g'risida umumiy tushuncha, Hollarning daisi Atilla ve Attillaizm degan mazmunlar bor ekan. Qadrli qarindoshlar, bu kitapta demek ki Erkin Sıdık akımızın nemi maksatda bu kitapni nashr qilishga yüzlengenliki karar kılganlıkı doğruluk malumatlarga ve tahrir kılındışımızınki Erkin Sıdık akımızdan kançılık tesir alganlıkı doğruluk kiri sözlerini okup öttük kadirli kırındaşlar. Erkin Sıdık akımızınki başka yani planlanan kitaplarınınki asasen hemmesi de gidek çıktı. 7 kitabı çıkıp oldu hazır kemgiçe. Ama yeni 7 tane Tor kitabı çıktı. İnşallah bu Tor kitaplarını mı neşir kılışka tirişimiz inşallah aşu fırsatlarını yani aşundak imkanlarını yaratışka tirişimiz Allah igen bizge şu imkanlarını bersin. Özümüzün küçüğünün yetişçe en ahirki tirişçallıkımız için tirişip bakımız kağını tirişçallık bizden takdir yani muvaffakiyet Allah'dan kadirli kırındaşlar. Ondan olsa bugünkü tedbiryay sin dersi 9. bölüm Erkin Sıdık yazmaları kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalarının 1. kısmı bolgan muvaffakiyetinin yeni tanımlaması doğruluk kişi tanımlaması doğruluk muvaffakiyetinin yeni tanımlamasının kişi sözü ve mun derecesi benim işyede tamam oldu. İnşallah kiler saatlik sin dersimizde düşkünlükten tez eslige qaytish qaidesi usulü degan mazmunni bunu 1. kısım kitaptan sizlarga taqdim qilamiz. Diqqatinglar tadbirga sin derslerida inşallah zihninglar muvaffaqiyatning yangi tanlamasındagi düşkünlükten tez eslige qaytish usulü de bo'lsin. Allah'ın özüge amanet bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm.